Mana ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilarim dengizni yaqindan ko'rsatyapman sizlarga. Mana suvlarni toshib yotishini yaqinroqdan. Mana ko'ringlar, tomosha qilinglar. Kelmaganlar bo'lsa. Mana shunaqa joy mana. Mana. Shunaqa joylar. Mana. Joylar mana. Dengiz bo'ylari. Qora dengiz bo'ylari. Zalotiy peski degani o'zbekchasiga tarjima qilsak, ruschani biladiganlar o'zi biladi, bilmaydiganlarga bu Zalotiy peski degan bilmaydiganlar uchun oltin kumlar degani bo'ladi. O'zbekchasiga tarjima qilsak ruschadan mana shu ko'rinib turgan mana shu kumlar sariq kumlar bo'lgani uchun oltin kumlar deb nomlangan. Menimcha bu yerning nomi shularga bag'ishlanib shunday deb nomlangan bo'lsa kerak. Menimcha yana bilmadim. Mana shunaqa gaplar. Chiroyli manzara, chiroyli manzara. Gap bo'lishi mumkin emas manzaraga.